Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, tinchmisizlar, omonmisizlar, sog'liqlaringiz yaxshimi? Bu murojaatimiz muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga bo'ladi. Muhtaram prezidentimiz xudo xolasa yaqin kunlarda Xorazm viloyatiga tashrifingiz kutilib turibdi. Sizdan bir iltimos qilgan bo'lar edim. Shu tashrifingiz mobaynida Xorazm viloyati bo'yicha shuningdek musorning poliyalarni, ya'ni chiqindi chiqarib tashlab turgan joylarni ham bir nazoratingizni olib o'tsangiz deb iltimos qilgan bo'lar edik. Sababki yana chiqindixonalari shuningdek qilib yonib turibdi. Hech kim e'tibor qaratmay turibdi bu narsalarga. Tutunlarni ekologiyaga berib turgan zararini, odamlarni zaharlab turganlarini hech kim inobat olmay turibdi. Hozirda faqat ustini gömüş bilan shug'ullanib turibdi. Yana bir ikki video qilgan edik. Yana texnikalar ishlab ustini gömib turibdi, lekin u gaplar bilan bu o'chmaydi, bu narsa bartaraf bo'lmaydi. Bizning ham O'zbekistonimizda Yevropa davlatlarına o'xshagan bir musullarni qayta ishlash, bir chiqindidan ham bir yanada unumli foydalanish imkoniyatlarini o'ylab topishga bir harakat qilishmi? Ya bo'lmasam hech bo'lmaganda buningni qilib ekologiyamizga, odamlarimizga bir zarar berishdan bir yiroq bo'lishi rejalashtirishimiz kerak degan fikrdamiz. Xudo xolasa buni har kuni ko'rsatib boramiz bundan keyin, chunki kechasi bilan dim ko'p yomon yanadigan oldingi videolarimizda ham ko'rsatib o'tganmiz. O'shada 1 kilometr chiqmaydi, adashmasam aholi yashash punktida o'shada uyliklar bo'ylab şu aholi yashash punktine yaqin bo'lgan joyda shu daraja ifloslangan tutun, shu darajali bir nima deydi, bir havomizni zaharlaydigan bir moddalarni bu yerda qo'yishning o'zi bir noxolis fikr bo'lsa kerak, adashmasam. Yana bir narsa, yana o't yonib turibdi. Shunda tenda o't yonib turibdi, ustunda dim katta kuchlanishga ega bo'lgan tok o'tgan. Qanchalik to'g'ri bu, buni qachongacha kutiladi buni navda baxtsiz hodisa bo'lishini, shularni bir o'rganib chiqariladi deb umiddamiz. Mutasaddilar ham o'zlarini bir fikrlarini bildirib, rasmiy munosabat bildiradi deb umiddamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, barchalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Yana bir narsa, hozirgina 070 degan jentrada viloyat rahbarining o'rinbosarimi kelib ko'rib ketdi beri. Hozirgina lekin hech qanday chora ko'rmadi, kelib ko'rib ham. Shu tutab turganini ko'rib ham deb kulib normal qaytib ketaverdilar o'xshaydi. Chunki kelib ko'rgandan keyin shunday bo'lib turganini ko'rib bir navdir chora ko'rishlari kerak deb o'ylayman. Mutasaddilarga chora ko'rasizlar deb umiddamiz buni. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.